Assalomu alaykum azizlar. Demak, bizda navbatdagi masala yana kodlashga oid. Bu masalani yechishdan oldin bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni bizda berilgan javoblarda solishtirib ko'rishimiz kerak. Ya'ni bizda masalada oxirgi harflar har xil ekan. Shuning uchun bunday masala berilgan paytda iloji boricha e'tibor beramiz yoki dastlabki bosh harflari yoki oxirgi harflar har xil bo'lsa, shundan ketganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni vaqtdan yutishimiz uchun. Bizda eng oxirgi harf, ya'ni kodlash bo'yicha berilgan eng oxirgi analizdagi eng oxirgi harf S harfi ekan va u A harfiga o'tyapti ekan. Demak, S topamiz va S dan A gacha bo'lgan masofa qanchaligini ko'ramiz. Demak, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 va 8 A bo'ladi. Demak, eng oxirgi harfimiz 8-harfimiz, demak S edi. U A ga o'zgarishi uchun demak 8 ta qadam qo'yapti ekan. Bizga berilgan so'z esa research so'zi edi. Bu yerda eng oxirgi harfimiz H. Ya'ni bu H'ni ko'radigan bo'lsak, 8 ta qadam yurish kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Demak, u P harfiga o'tar ekan. Demak, bizda bitta javobda P harfi bor. Mana bu bo'lsa ham, demak, to'g'ri javob mana bu A bo'ladi. Bular qolgan hammasi alternativ javoblar hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar. Kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsalaring, a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosish eslaringizdan chiqmasin.